mahallani krosslarning keng kattaligida mana shu uyni sotuvchi umumiy yer maydoni 3,5 sotdan iborat. Lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, lokatsiyamizda Shayxontohur tumani Ko'kchiga kelganmiz. Ko'kchi mahallasiga kelganmiz. Orientirimiz Ko'kchi koshona 8 metr kirganda, yana bitta orientirimiz Ko'kchi masjiddan 2 metr kirganda. Mana shu xonadon sotuvchiga qaranglar. Fasad razmeri 17 metr, uzunasi 20 metr. O'shanda 3,5 sotuvdan iborat bo'libdi. Ko'chasini qaranglar, parkovkasini, boshqa ko'rpasida bu o'zining yashil hududi bor. Qo'lni ichidan kirib arzonlik beramiz. Video davomida narxini ham aytamiz. Uyimizga kirib kelganimizda qo'rg'osli keng kattaligida aytib o'tganimdek umumiy yer maydoni 3,5 sotuvdan iborat. Xonalar soni 7 xonadan iborat. Endi bu yerimizda yer hisobida bo'lyapti. Shu lokatsiyamiz kelgan Shayxontohur tumani Ko'kchiga kelganmiz. Ko'kchi mahallasi bo'ladi. Suv, gaz, svet kanalizatsiyadan muammosi yo'q. O'zingizlar xohlasanglar yashasanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar bizda ham boshdan qo'ysanglar bo'ladi. Aytib o'tgan umumiy yer maydoni 3,5 sotuvdan iborat. O'rtada yashil hudud, bu tarafda imoratlari. Gira aynida bu imoratlar tushgan, ko'rib turganlaringizdek. Past nomerimizni qo'llanamizda, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Umumiy yer maydoni aytib o'tgan 3,5 sotuvdan iborat. Narxini 185 ming dollarga baholashyapti. Yana o'tib bergan joylarni ham past nomerimizni qo'llanamizda, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Savdo bariga yasaqsangiz bo'ladi.